Mashalloh do'stlar, mana qanday qo'ylarga mana shu ta'rifni bersak bo'ladi. Qo'ylarimizda chistata, tozaligi, qirqligi, uzunligi, sifati, rangi do'stlar har taraflama o'ziga tortadigan jihatlari juda ko'p. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik va har biringizni xonadoningizda mana shunday barakali hisori qo'ylari bo'lishini tarafdorimiz do'stlar. Mana shunday Arafa qurbonlik kunlari barchangizga muborak bo'lsin. Albatta ancha oldinroq olinyapti bu videolarimiz. Qani Zokirjon, salomatmisiz? Assalomu alaykum. Asror aka, salomatmisiz? Qarang, qo'ylarimizni qo'yardik. Haligi junlari bilan ko'rardik, uncha odam baribir adashadi-da, anglamaydiganlar ko'p. Mana endi qarangki, boladan chiqib, o'zini darhol tez tiklab, ranglari ochilib, asl qo'ylarimizni sifati mana endi ko'rinib turganda, ana endi ishqibozlari yana ham ko'payib ketyapti. Sezyapsizmi? Shunday aka, shunday. Mana do'stlar, junini olgan payt, haligi endi ertachi bo'lgan payt oddiy nima deydi? Oddiy jaydari qo'ylar ham junini olgan payt qirg'lashtirib turaveradi, lekin bunaqa rangni, chistatani, bunaqa bo'yda, suyakda bermaydi. Shuning uchun ming marta eshitgandan bir marta ustida kelib ko'ring. Mana shuning uchun biz mana bunday qilib ko'rsatmaymiz. Mana odamni o'zini ham ko'rsatamiz. Qo'ydi o'zini ham oldidan, orqasidan hamma vaziyatini do'stlar ushlab ko'rsatamiz. Ushlab ham ko'rsatamiz do'stlar. Mana shunday. Hech qanaqa yashiradigan joyi yo'q. Ertaga uzoq masofadan, viloyatdan kelgan odam, bu telefonda manaqa ko'ringandi, katta ko'ringandi, kelsa kichkina qo'y ekan degan gap, birovni ovora qilish, aldash, yolg'on kerak emas. Qani tishini ko'rsating, qani qo'yimizni? Yoni bilan ko'rsating-da menga. Mana tishini ochib ko'rsatamiz aka. Yaxshi, mana yoni bilan. Mana uzunligini, holatiga, umuman uzunligi o'zi 1,5 ta ekanda bu qo'y. Do'stlar, bitta qo'y emas ekan, bu 1,5 ta qo'y ekan. Egiz tuqqanda. Egiz tuqqanda baland gapiring. Bugun mikrofonimiz yo'qligi bilinmasin. Egiz tuqqan deyman, bolalarni sotgan mana. 4 tish qo'yimiz. Zo'r. Mana. Tishi kerakmi? Mana. Bo'ldi. Hali tishlarigacha ko'rsatamiz hamma joyini. Qo'yimizni. Endi bu tishi probegida, Zokir necha yilligida? Yilida, yili. Mana qo'ydi sifatini qarang, Asror aka, mana. Qarang, necha bosh, necha parta ko'rsatamiz? Aka, bu 15 bosh aka. Xo'p. 15 bosh. Keyin yana 12 bosh. Yana ham boladan chiqqan qo'ylarimiz kelgan. Izidan yana bor, ha? Xudo xolasa, undan keyin qo'zlari bor. Qo'chqorga tashlayveringlar qo'ylar do'stlar, bosaveringlar, bosaveringlar qo'chqorga. Ertachi vaqliqsiraga chiroyli bola beradi. Nech puldan beramiz bularni, Zokirjon? Aka, buni juda nasib bo'lsa xursand bo'lamiz odamni. Ayting. Narxini ayting, chiroyli qilib ayting. Bitta narsa, buni 15 ni bir joyga olgan Asror aka 6,5 milliondan bo'lsa dastavka qilib beraman. 6,5 milliondan. Bopladi, zo'r narx bo'ldi. Mana buni qo'ylar yilini qarang, toshyapti. Biz uni bozib sotmaymiz uni. Qarang. Aka, boladan chiqqan qo'y. Qarang, zo'r narx bo'ldi. Ishoning, konkret to'qilini ham sindirib qo'yadi. To'qilidan ham arzon bo'ldi do'stlar. Agar yomon aytgan bo'lsam, ayting, o'tib beraman yana. Yana o'tasiz-a? Yomon aytding desangiz, o'taman aka, vijdonan. Qarang, vijdonan bo'lsa, bunday. Menga o'tmaysiz. Olatga odam kelishasiz. Muomalasini qilasiz. Oladigan odam bilan kelishib olasiz. Bu ish ikki kishining roziligi bilan bitadigan ish. Shunday aka. Mana shunday. Bilgan odamni mana shu ikki kishining roziligi bilan bitadigan qo'ylarimiz mana. Qo'ylarimizni e'tibor bering-da. Ya ko'rinib turibdi. Qani, bo'ladi, akalar. Hayding, bo'lmasa ikkinchi partiyani ko'rsatamiz-a? Haydang. Hali bular eti to'lmagan, endi boladan tiklangan holati. Hali to'liq, haligi nima deydi? Qaytadan vesini olsa, keyin ko'rasiz. Xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa. Ketdik, ikkinchi partiya. Haydab kel. Ikkinchi partiya qo'ylarimiz, qarangizlar. Junini olmasangiz ham o'zi tulab tushib ketganiga e'tibor bering-da. Voy. Malades Zokirjon, zo'rdan zo'ri ko'p yerda yana. Qani, bularning soni nechta? Qo'z oldim deb tasavvur qilsin shu bugun. Ha. Shu bugunga qo'z oldim deb tasavvur qilsin, qilib beraman aka. Joningiz sog' bo'lsin. Qani? Mana kashtan. Do'stlar, boladan chiqqan mana.
shundaygina ko'rinib turibdi. Bola boqqan qo'y baribir sog'lomda, baribir yaxshida. Bola boqqan qo'y ishonchli, sinovdan o'tgan, mana tishlarigacha, mana bu yili deganida chori, ya'ni 2024da, 23da va do'stlar, mana bunisi bu chayir, sori. Yashang. Qani qo'ying qani. Ikkinchi partiyaga. Bularning soni nechta endi? Aka buning soni 14 bosh. 14 bosh. 13 bosh aka. 13 ta ekan. 13 dona. Xo'p, boyagi bilan nechta bo'lyapti? Boyagi 15 ta edi. 15 ta. 23 ta bo'lyapti. 23 bosh bo'lyapti. Zo'r. Endi bularni Zokirjon, mana yoshiga qarang, mana buni oling. Siz aka ikki tish mana. Mana shu? Mana ko'ryapsizmi? Mang. Zo'r. Qani? Zokirjon, ularni bir joyda yana ham o'tib beraverasiz, yengil qilib. Aka, shu bilan qo'zi oldim deb bir tasavvur qilsin deyapman-ku. Muxlislaringiz. O'zi shunaqa payt bo'ladi har yili, bilasizmi? Bir vaqtincha. Ishoning, bitta gapni aytaman. Mana 2026-yil mana Qurbonlik arafasida mana shu videolarimiz chiqyapti. Qo'chqorlarimiz chiqdi. Asrorbekda qo'chqorlari. E'tibor bersalaringiz, 3 milliondan 5 milliongacha narxlarda tushirib yordik. Buni do'stlar yana ushlab turamiz. Men bir oygacha ushlab tura olaman shu narxda, harakat qilaman. Qo'ylarimizni mana Zokirbek mana hozir sog'liqlarimiz to'xli narxida tushib ketdi. Mana bularni Zokirbek ko'zi narxida bosib o'raman deyapti. Mana sizlarga do'stlar, qo'ldan kelgancha bizni yordamimiz aksiya bo'lib ketdi. Realni narsa do'stlar. Mana narxni oshirish emas. Bu sifat hozir mana bularni hozir boladan chiqqan eti ariq, bola boqib chiqqan, ertaga kuzga 4 oydan keyin bu qo'ylarimizni boshqacha holatda tasavvur qilavering. Nasib qilsa. Qani, bularni nechidan berdingiz, Zokir? Aka? Ha. Eshitib o'zingiz ham xursand bo'larsiz-da, nasib qilsa. Xo'p, ayting qani? 5 million 600 mingdan bo'lsa dastlabki qilib beraman. Aytganingizda bir qo'zini puli bo'ldi. Malades, men kutmagandim. 5 million 600 dan. 5 million 600 mingdan shu 13 boshli odamni uyiga dastlabki qilib beraman. Dastlabkasini ham qilib berasiz. Yana 100 ming o'tib 5,5 ming qilib berasiz. Aka, bo'ldi, olatga odamchisi bo'ldi, 5,5 milliondan bersin. Ay, malades do'stlar. Aka, mana zo'r narx bo'ldi. Udar narx bo'ldi. Agar qo'ydi eti kamligi hozir bergan narxda sal 4 tish qo'yib, ichida 3 tami 6 tishi bor ekan. Yo'q, qo'ydi hozir qarangda. Nimasi? Eti kamligi bechoraning narxini sal urib turibdi-da, bo'lmasa odamni ham, molni ham yet ko'taradi. Ha, yashang do'stlar. Odamni ham, molni ham yet ko'taradi aka. Mana qo'ylarim yeti bo'lsa, mana shu qo'ylarim aka. Mana shu qo'ylar yeti bo'layotgan bo'lsa, tonada qo'y mana. Aytayman-ku, 9 million, 8 million qo'ygan qo'yimizda nima kam bu? Kuzga borib tomosha qilamiz. Mana do'stlar, yoshligi. Hammasi ishonchli. Bosib o'ramiz. Ketdik. Hammaga yaxshi qo'ylar boqishni nasib qilsin. Bir kambag'al ham bir bo'sag'asiga qo'y qilsin-da aka, bunday qo'ydi. Yashang. Qo'zilarimiz bor bunizdan. 16 bor. Hozir ketdik, uni ko'rsatamiz. Qo'zilarimiz kelyapti do'stlar. Zokirjon, soni nechta? Soni aka. Aha. 14 bosh. 14 bosh. Hammasi erkakmi yo urg'ochisi ham bormi? Bor aka. Urg'ochisi ham bor, ha? Bir dona. Bir dona urg'ochimi? Bir yigitchim bilan novim bor. Egizchi bormi ichida? Ichida bitta yigitchi bor, ushlab olib. O'tgan marta ko'rsatdik, o'sha emasmi? Shu aka. Videodan ko'rib, keyin men ahamiyat beraman, bir ushlangda o'sha egizchilarni. Videoni ko'rib o'zim ahamiyat beraman. Ular quloqlari dahshat ekan-ku, Zokir. Voy, shunaqa ishqim ketdi. Men aytdim, qaysi nima deydi? Peshonasi yarqiragan bir barakali insonni qo'liga tushdi deb tursam, do'stlar, hali sotilmagan ekan, do'stlar. Juda ahamiyati borda, quloqda akalar sifatini juda katta rol o'ynaydi. U quloqni ham ko'rsating deji ham. Mang, sotuvdik. U narxini, mana. Qarang, sotuvdik aka. Xo'p. Bugun erta deb ahmoq qilayotgan odamlar ham bor. Bugun nima bo'ldi, ayting qani? 5 milliondan beruvdik aka. Xo'p. Shu chiqargan kunimiz ikkinchi kuni. Xo'p. Bugun erta deb ahmoq qilayotganlar ham bor aka. Savdodan qoldirib yubordi. Shularga ham Xudo insof tavfiqini bersin aka. Ey yashang. Hozir sizdan sal narsa o'tsa, bilasizmi? Bu yo'g'i jalva normal tushadi. Siz tasavvur qiling, mana shu qo'zini bozorda 5 milliondan bermaydi. Bergan taqdirda sifat bilan sifat farqi bor asrar aka. Joningiz sog' bo'lsin. Sorini bolalar, mana bu qarang siz aka. Mana. Chiroyli qo'zilar. Qo'chqar bo'layotgan qo'zi-ku. Ertaga
O kun sayin yetilaveradi-ku bular, kun sayin. Xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa aka. Sonini aytdigan nechtaydi? Soni 14 bosh. 14 bosh. Endi bir joyda nech puldan berdingiz bularni? Aka shu biz narxini o'stirmaymiz. Hop. Shu 5 milliondan dastlabki qilib beramiz hali ham. O'sha narx. O'sha narx aka. Ha, faqat lafzi borlar aloqaga chiqaveradi. Lafzi borlar, birovni ahmoq qilayotgan chiqmasin. Yashang. Baraka Bizdan toping. bitta kamchilik bo'lsa, kir axtar boshlaydi. Qarang, boyagi sog'liqlarimizda mana shunday To'xta. ko'zi boqqanda, ha? Ha, mana shu O'zlarini o'zi qanday narxga ketyapti? Mana shu qo'ylar bolalar aka. Ha, ichidan Mana shu chiqqani. sog'ib ko'rsatyapsiz-ku, hozir ajraldi. Ajraldi. Yemini bersin, yemga o'rgangan bu qo'zilar. Bo'ldi. Joningiz sog' Yemga bo'lsin. o'rgangan aka. Hammasining bir kamchiligi yo'q aka. Bosering, sog'lom, Mana yeb ichari, qo'zilarni qarang. o'zingiz chorvangizda Alla yurgan. boshiga qarang, bir tekis hammasi mana. Do'stlar, Mana akajon. aloqaga chiqasizlar, ancha yirik, ancha baquvvat, dadil, haliga eng haqiqiy hisorini ko'rdim deydi-da, Xudo xolasa do'stlar. nasib qilsin aka. Bo'ldi. Muxlislaringiz ham barakat topdim desa men o'tib beraman. Ya'ni Yashang. Bo'ldi. Shu yerda videolarimizda yakunlaymiz. Qo'llab-quvvatlab qo'yaverasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. rahmat aka.